mashina Spark'imizda birinchi yuvganimiz, motorlari bilan yuvib, idealni qilib chiqarganimiz. Bu navbatdagisi, yonma-yon. Bular keldilar, bulardan keyin bular kirib keldi. Bularning qanaqa ahvolida? Bachoklarini ham ochib ko'rsatdim, yag'rini, motorlarini ham yuvib, idealni qilib, mana nomerlari, mana bularning nomerlari. Bulardan keyin bular keldilar, bo'ldilar. Hozir navbatdagisi mana Mamiz Spark'imizga keldilar. Bular ham xuddi o'sha ahvol. Bularni ham nomerini olib qo'yamiz. Polni yuvib, tozalab, idealni qilib, bacholarni ham oqartirib, xudo xolisa, mana Mamiz Spark'larga o'xshab chiqarib beramiz. Bular bo'ldi, bularni ham ishimizni tugatib oldik. Okamiz pastiyani kiyib pastiyani klient o'zlari ishlarini kuzatib, pastiyani mashinalarga olib kelib yuradilar. Polni tozalab, idealni qilib chiqarib berdik. Bularni buni xudo xolasa mana shu kiloga o'xshab chiqarib yuboramiz. Boshqa xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomeridan qoldiramiz. Xudo xolasa ishlari ham cho'tdi. Va okamizaniki shunchalik yomon bo'lib ketganda, pompalari qolmaganida mashina korobkasi qilib qotdi, yurmay sutalab. Mana hozir ishlarini yuvib, tozalab, idealni qilib chiqarib, bitta aylanib tekshirib keldilar. Oka, effekti bormi? Cho'tki bo'ldi, cho'tki. Qizib ketib yurmay kasal qilyapti, nimadirlar o'tdi, hammasi o'zgardi. Salmashmayapti, skor salmashmayapti. Mana hozir hech narsa bilmayapti. Masla qanaqa xuddi shunday bo'ldi. Salomat bo'lasiz. Siz davom etinglar, salomat bo'lasizlar.